Assalomu alaykum, xayrli kun, yaxshimisizlar, tuzukmisizlar? Sizlarga bugungi beradigan darsligim aynan tozalanish darsligi. Bu darslikni berishdan oldin sizlarga, ya'ni tushuntirishdan oldin sizlarga tushuntirib, ya'ni aytib o'tib ketishim kerak bitta narsani. Qarzdan chiqmoqchiman, katta pullarga ochilmoqchiman. O'zimning maqsadlarim erishish uchun meni qarzim yo'q, lekin menga shuncha summa kerak, shuncha summa kelish uchun men harakat qilishim kerak va shuncha summa uchun nima qilishim kerak degan savollarni juda ham ko'p berishadi. Birinchi o'rinda hammani hozirgi kunda vabo deymiz, o'sha kasallik, hammada qarz, krediti bor. Busiz insonlar yasha olmaydi. Bu narsani вообще bizlarnikida negativni qabul qilishga o'rganib qolgan. Shu narsa bo'yicha to'xtalib o'tmoqchiman. Siz o'sha pulni olish uchun qanaqa emotsiyada bo'lgansiz deylik, o'sha siz atayotgan qarzim bor bankdan yoki nimadandir qarzim bor deyotgan summani olish uchun qanaqa emotsiyada bo'lgansiz. Siz o'sha pulni o'zingiz uchun qo'pol qilib aytganda o'sha pulni siz shu darajada xohlagansiz, o'sha pul sizga kelgan. Deylik, men juda ham $2000 menga kerak edi, nimadir ish qilishim uchun, tipa o'g'limni uylantirish uchun, uylarimni remont qilishim uchun, yana nimadir uchun menga pul kerak edi. Men bordim. Tipa o'sha ko'pchilik hozir prilojeniyada oladi, bankdan oladi, o'sha pulni men oldim va o'sha pul menga yaxshi yoqdi. Men u pulni endi yopish uchun qiynalyapman. Keladigan joyim yo'q. Endi birinchidan siz u pulni olishdan oldin keladigan joyingiz aniq-tiniq hisoblab olgansiz. Agar keladigan joyingiz to'xtab qolgan bo'lsa, siz o'sha u pulni qaytarib bergingiz kelmaganidan bo'ladi. Qizlar, bu 100%. Nima uchun siz qarzni yopishdan oldin tozalov qilishingiz kerak? Hozir tushuntirib beraman. Siz qarzimni yopaman deb harakat qilasiz. Qarzimni yopaman deb duo qilasiz. Qarzimni yopaman deb butun umr ishlayapsiz. Shu narsa uchun qo'pol qilib aytganda faqatgina inson o'zi asli pulni yaratgan, lekin insonni o'zi qullik qilyapti. Pulga nisbatan qulga aylanyapti. Va bitta narsani unutib qo'yadiki, aslida hukmdor sizsiz. Pul emas, lekin aksi bo'lyapti, pul siz ustingizda hukmronlik qilyapti. Va bu narsa birinchi tozalanish etapi bo'lsa, ikkinchi tozalanish etapi bizda aynan pulga olish, ya'ni o'sha siz tayyor bo'lgan summaga, deylik sizga hozir qaysidir maqsadingizni amalga oshirish uchun $5000 kerak bo'lsa, o'sha $5000 ga nisbatan siz o'zingiz hali tayyor emassiz va siz hozirgi paytda o'sha $5000 olsam aniq-tiniq sizda maqsad yo'q, maqsadni qo'yishingiz kerak. Hamda qarzimni yopaman deb yurgan odamlarning hammasi menga pul kelsa qarzimni yopardim deb yuradi. Lekin bitta narsani bilinglar, pulning o'zining qonun qoidasi bor, pulning o'zining ilmi bor. Pul hech qachon sizga men bunaqaga kelmaydi-da. Men hozir pul просто men misol uchun aytadigan bo'lsak, oddiy misol, o'quvchimdan misol, nima uchun $500 proyektlar bilan oldin ishlaganman, hozir ishlamayapman. Hozir tim bo'li u payt qarzim bo'lmagan, hozir qarzim bor. U qarzimni hali uzmaganman. To'g'ri, u qarzimni uzishim kerak edi, lekin nafs kuchlik qildi. Qo'limda pul bo'lganda u qarzimni uzmadim. Все, уже odam уже anglayaptimi? Potom nima uchun hozir men o'sha summani uzolmayapman? Chunki sizda hozir $500 maqsadingiz yo'q. $1000 maqsadingiz yo'q. Deylik, siz pul kelishi uchun siz aytyapsizki, намерение уже shunaqangi bo'ladi. Men hozir boraman, mana shu proyekt bilan $500 ga do'g'ri tuzaman, uni olib $300 yoki $400 olib qarzimga beraman. Takже shu orqali sizda намерение, ya'ni ichingizdagi gumon qanaqa bo'lyapti? Pul sizga chiqib ketish uchun kelmaydi. U aytadiki, hozir men bunga borsam, aytayaptilar, mana shunaqa proyektlar keladi, pul berishga tayyor edilar. Hozir men bunga borsam, qarz bo'lib chiqib ketaman, menga nima keragi bor? Maqsad uchun kelmaydi. Pul odamga mazza qilish uchun keladi. Pul odamga nimadir yuksalishi uchun, nimadir xatosini o'rganish uchun, xato emas, darslik bo'lish uchun, hayotiy darslik bo'lish uchun keladi. Qarz bilan kelsa ham, ko'p pul bilan kelsa ham xuddi shu holat. Lekin nimagadir odamlar qarz bilan kelgan pulni men qarzdorman, o'zini tushkunlik tushirib tashlaydi. Lekin Alloh sizga o'sha rizqni bergani uchun, o'sha rizq sizda o'sha borligi uchun kelyapti. Tushuntiradimi? Farqi yo'q, sizda $20000, $50000 qarzingiz bo'lsa, bilingki, u pul sizda уже bor va o'sha pul sizga уже yozilgan, hamda o'sha pul sizda уже bo'lgani uchun ham o'sha pul kelyapti. Shu narsani his qilinglar. Ya'ni qarz emas, o'sha pul menga Alloh mana shu shunchalik xursand bo'linglarki, men shunchalik shu pulni topa oladigan darajadagi boy inson ekanman. Lekin bu pul sizga
O'zingiz aytganingizda qarz ko'rinishida kelyapti va qarz ko'rinishi siz uchun sinov. Demak, bundan to'g'ri xulosa chiqarib anglashingiz kerak. Mana endi savol turadi. Xo'p, pul bo'yicha darslarda o'qidim, bilim oldim, o'qidim, o'rgandim. Endi nima uchun menda pulim ko'paymayapti? Nimaga men faqatgina qarzda yuribman, qarzga botib ketyapman? Chunki pul ilmi boshqa, bloklar bilan ishlash boshqa. Shuning uchun ham insonlarning o'zini o'sha puldagi qarzga kelayotgan nisbatan alohida o'zini bloki bo'ladi va aynan pul darsligimda, pul ilmi darsligimizda biz o'sha, ya'ni pul ilmi darsligim ikkinchi potokga joylarni ochganman. Voy, menga hozir yana boshlamaysiz, siz o'zingiz kursingizda reklama qilyapsiz, uyimmi, bu uyimmi deb xohlamaganlar, pожалуйста, o'tkazib yuboringlar. Lekin bitta narsani aytmoqchiman, aynan o'sha darslikda siz faqatgina u pulga nisbatan blokingizni yoki hozirda o'solmayotgan bitta joyda qotib qolgan blokingizni aniqlashdan tashqari siz tozalanmasdan turib, o'zingizdagi iminnoy blokingizni bilmasdan turib pulga nisbatan o'solmaysiz. Umumiy ma'lumotlar bor. YouTube'da tiqilib yotibdi. Pulga ochilish, maqsad qo'yish, yozish, shuncha pul borligini tasavvur qilib vizualizatsiya qilish. Lekin har bitta insonni umumiy pulga nisbatan bo'lgan ma'lumotlardan tashqari har bitta insonni pulga nisbatan o'zini alohida individual bloki bor. Shuning uchun ham biz darslarimda faqatgina 30-35 ta odam olaman va o'sha 30-35 ta odam bilan har bittasini yarim soatlik konsultatsiya qilaman. Men endi biz shu o'qiganimizda neyropsixologiya hamda ong osti bilan ishlash bo'yicha o'qiganimizda o'tda именно insonni pulga nisbatan birinchi blokka tushadigan yoshlarning o'zini etapi bor va o'sha etaplarni so'rayman va o'sha etaplardan blokni olib tashlashga harakat qilamiz va u etapdan hamma o'tadi. Men ham eng dunyodagi boy odam ham, eng zo'r coach ham o'sha etapdan o'tgan va juda ko'pchilikka где-то dunyoni bir 90% insoniga aynan pul bilan bog'liq bo'lgan blok aynan yoshlarda keladi. Ya'ni yoshlik travma emas, u yoshlik chog'ida, ya'ni demoqchimanki, o'sha o'smirlikkacha bo'lgan chog'ida keladi va o'sha yoshlarni topishimiz kerak va aynan qaysi yo'l orqali kelgan bo'lsa, o'sha yo'l bilan ishlab olish kerak. Bu birinchi o'rinda va tozalov qilish kerak. Darslarimda asosan faqat ayollarni o'qitaman, asosan emas, faqat ayollarni o'qitaman va bitta narsa qizlar, qaranglar. Ayol kishini qachon barakasi bo'ladi, qachon u misol uchun har qanaqa pulga ochiq, yetukda, mana qachon ayol kishi haqiqatdan ham pulga ochiq bo'ladi. Qachonki ayol kishida, ya'ni ayol kishini uyi, ostonasi baraka, ya'ni tinch, toza bo'lsa. Va men shu kungacha nechta o'quvchim bo'lsa, nechta menga individualni kelishgan bo'lsa ham aytamanki, birinchi o'rinda ostonangizni to'g'rilamas ekansiz, birinchi o'rinda ro'zg'oringizni, oilangizni chiroyli qilmas ekansiz, siz bu yoqda uspeh haqida ham men uncha boy bo'lib ketaman deb ham o'ylamang. Любой ayol kishini Alloh bizga shunaqa kuch berganki, oilada o'zi baxt yaratish kerak degan kuch bergan. O'sha baxtni ayol kishi yaratmas ekan, birinchi bo'lib oilasiga nazar solmas ekan, ostonasini xatlab, ya'ni bu yoqda o'zi shaltoq o'qib yotibdi, qo'pol qilib aytganda, lekin ostonasini xatlab men business woman bo'laman deb chiqarkan, bilinglarki, o'xshamaydi. U qachonki uyini, turmush o'rtog'ini rozi qilarkan, o'zidagi negativniy funksiyalarni olib tashirkan, o'zidagi negativniy hamma narsani olib tashlab, astoydil oilasini rozi qilishga, qalban yaxshi ko'rishga harakat qilarkan, shundagina unda baraka bo'ladi. Uni ishlari yurishadi. Men ishlamayman-ku, uyda o'tiraman-ku, men ham qarzimdan chiqaman, men ham katta pulga ochilsam bo'ladi, men ham erimga nisbatan qilsam bo'ladi. Любой holatda qilsangiz bo'ladi. Rizq beruvchi men emasman, rizq beruvchi Alloh. Bizni sababchimiz. Men shunchaki ong osti bilan ishlashi, chuqur ishlashi va kelgan o'sha blok olib tashlashi hamda qarzingiz bo'lsa, qarzga va maqsadingiz bo'lsa, maqsadingizga ishlashni o'rgataman. Men ishlash metodim ozgina boshqacharoq, boshqalarnikiga qaraganda, bilmadim. Men boshqalarnikini o'qib o'rganmaganman. Sal boshqacha metodda yondashaman va boshqacha metod deganimda bu aynan bilimlarni filtrlagan holatda ishlayman. Chunki juda ko'p bilim olasiz, o'rganasiz, ma'lumot juda ham ko'p. Bizga dinimizga to'g'ri keladigan ilm bor va to'g'ri kelmaydigan ilm bor va shu kabi men ham xuddi shunaqa filtrlayman. Va doim birinchi bo'lib darslarimda tozalash qismidan boshlayman. Qizlar, tozalanmasdan turib, tozalash bu qanaqa? Ya'ni uyni tozalash, bir nima qilish tushunmaydi. Bor bizda ostonani tozalash degan praktikamiz bor, lekin undan tashqari ichki tozalash dasturim ham bor. O'sha dasturdan keyin ishoninglar, men shu yerda hozir mana o'ziflarni qo'yibman. O'ziflar qo'yiladi. Tozalanishi o'zida juda ham yaxshi natijaga chiqqan o'quvchilarim ham juda ham ko'p. Chunki hozir aytganda ayol kishini baxti va uni
boyligi, barakasi hammasi uni o'zida, ichida, oilasida. Qachonki u turmush o'rtog'i bo'lsin, ota-onasi bo'lsin, farzandlari bo'lsin, qalban haqiqatdan ham nima deydi, blokni olib qarang, men rozi qilaman, men erimni rozi qilaman deb turib negativniy состоянияda qilgan boshqa, lekin blok olib tashlab turib qilgan boshqa. Buni juda ham katta farqi bor. Qizlar, pul ilmini ikkinchi darsiga, ya'ni o'sha pul ilmi deganda bu ham qarzdan chiqish darsligi, ham barakali pullarga ochilish, oilada to'kin-sochchilikka ochilish darsligimi ikkinchi potokiga joy yig'ilyapti. 30-35 ta o'quvchi olaman har doim. Qachon boshlanadi degan savol. Qachon 30 ta o'quvchi to'l bo'lsa boshlanadi. 30 ta o'quvchi menda birinchi potokimda bir haftada yig'ildi. 7 kunda yig'ildi. Joylarni egallanglar, adminnikini qoldiraman qizlar, обязательно, va xudo xolasa sizlarni darslarimda kutib qolaman. Ishoninglar, sizlar uchun shunaqangi rezultati zo'r darslar bo'ladiki, masalan, oddiy misol, hozir shu yerda agar meni ko'rib turgan o'quvchilarim bo'lsa, ikkita dars o'zidan juda yaxshi effekt olishgan va ikkita dars o'zidan normalniy natija olayotgan o'quvchilarimiz ham juda ham ko'p. Faqatgina qilish kerak, qarz ikki qo'ldan chiqadi. Lekin qilishgacha bo'lgan jarayonni ham обязательно o'rgataman sizlarga. Xudo xolasa, ikkinchi potokda sizlar bilan ko'rishguncha xayr.